Assalomu alaykum hurmatli talabalar, ustozlar. Bugungi biz laboratoriya qarshimizda turgan laboratoriya qurilmamizda shamolni oqim tezligini ventilятsion tizimda o'rganamiz. Oqim tezligi, hosil qilinadigan ventilятsion tizimdagi bosimni, shu jarayonni ventilyatsiya tizimida o'rganamiz. Ushbu o'rganish uchun qarshimizda turgan qurilma keltirilgan. Ushbu qurilmamiz elektr toki yordamida elektr tarmog'iga ulanadi. Tizim elektr tokida ishlaydi va elektron tizimda o'sha bizga beriladigan quvurlardagi bosim va haroratlar o'zgarish jarayonini hamda quvurlardagi oqim tezligini o'rganish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Albatta, qurilmani laboratoriya ishini boshlashdan oldin har bitta ustozimiz talabalarimizga bizda elektron darsligimizda keltirilgan laboratoriya qurilmasini bajarish bo'yicha ko'rsatmasiga asoslangan holatda texnik xavfsizlik qoidalari yoki aytganda hayot faoliyati xavfsizlik qoidalari bilan to'liq tushuntirib laboratoriya ishini boshlashlari kerak bo'ladi. Demak, laboratoriya ishimizni biz 226 tokga ulaymiz. Sistemamizdagi tokni ulashimiz uchun yuqorida keltirilgan o'sha qurilmamizdagi 220 ga ulaymiz. Qurilmamizdagi pastki qismida, demak, ventilatordan keyin isitgich, ventilator, isitgich va quvurlar bo'yicha har bitta qovurg'ali quvur yoki to'rt burchak, dumaloq quvurlardagi havolar o'tish jarayonini 3 ta holat bo'yicha o'rganishimiz mumkin bo'ladi. Oqib chiqayotgan havoni tezligini esa qurilmamizda old tomoniga bizda laboratoriya elektron tizimimizga ulangan ushbu moslama orqali havoning tezligi va jarayonini o'rganamiz. Endi qurilmani ishga tushirganimizda qanday biz ishga tushiramiz? 220 voltga uladik. Uzaspot tizimiga qurilmani ulaymiz. Uzaspot tizimida kompyuterimizdagi o'rnatilgan elektron tizimga o'rganamiz. Mana o'sha bizda qurilmamizda to'liq chizmadagi holati bo'yicha keldi. Demak, chizmadagi holati bo'yicha agar solishtirib ko'radigan bo'lsak, mana ventilyatsiya, o'sha kiruvchi bosimlar o'zgarishi, haroratni isitib berish uchun isitgich va quvurlardagi, demak, pastga yuqori mana 3 ta quvurimiz keltirildi. Bu jarayonni ishga tushirishimiz uchun biz isitgichimizni yoqamiz va quvvatini belgilaymiz. Quvvatni belgiladik. Mana belgilangan quvvatni qo'yganimizdan so'ng ma'lum bir start komandasini beramiz. Start komandasini berganimizdan keyin biz quvurlarimizda alohida har birini ushbu to'siqli kranlar yordamida alohida yopilgan holatda o'rganib chiqishimiz mumkin. Tezligini, demak, quvurdan chiqayotgan tezlikda ushbu moslamamizni qo'yadigan bo'lsak, tezligini ko'rsatib boradi. Yuqoridagi bizdagi qovurg'ali quvurimizdagi parametrlarni o'rganib olsak, qovurg'ali quvurimizni. Agarda qovurg'ali quvurimizni yopib qo'yganimizda biz o'rganamiz. Demak, to'rt burchakli quvurda bu yerda tezligini va oqimni biz ikkalasini yopib qo'ygan holatda biz o'rganmoqchimiz tizimimizda bittagina dumaloq quvur. Bu yerda mana bu tezligini chiqishini, bu yerdagi bosimlarni o'zgarishini, hurmatli talaba, siz yordamlashib o'tsangiz, mana misol uchun men bir talabamizni yordam so'ramoqchiman va shu yerdagi quvurga yo'naltirilgandan so'ng havo oqimi yo'naltirilganda bu yerdagi tezlikni yoki bo'lmasa har birini alohida biz o'rganib chiqishimiz mumkin.
bu olingan natijalarimizni o'sha grafik holatida yoki bo'lmasa jadval holatidagi natijalar asosida qurilmamizdagi qaysi birida havo oqimi tezligi yuqori, qaysi birida qarshilik yuqori, qaysi bir quvurda ichida bosimlar farqli bo'lishini yoki bo'lmasa bizda bosimning o'zgarishini pito trubkasi orqali amalga oshiriladi. O'sha pito trubkamiz elektron tizimda ushbu quvurlarning ichki holatiga joylashtirilgan. Shu yerda biz bosib bo'ladigan bosimlarni farqini olishimiz mumkin. Quvvatni o'zgartirilgan holatda o'zgarishimiz mumkin. Asosiy maqsadimiz nimadan iborat? Demak, ventilatsiya tizimida har bir quvurdagi bosim bo'ladigan dinamik jarayonlarni biz ushbu stendimiz orqali amalga oshiramiz. Amalga oshirilganda demak ulardagi qarshiligini, hosil bo'ladigan bosimlarni, oqim tezliklarini hisobga olgan holatda qaysi bu quvurda bizga foydaliroq yoki o'sha ventilatsiya tizimimizda qo'llashimiz samaraliroq va iqtisodiy jihatdan arzonroq kelishini hisobga olgan holatda bajarilgan laboratoriya ishlarimiz bo'yicha xulosalar yozib hisob-kitob ishlarini belgilangan tartibda amalga oshiramiz. Aziz ustozlar, ushbu laboratoriya qurilmamizni bajarish bo'yicha sizda agar biron bir tushunmovchiliklar bo'lib qoladigan bo'lsa, tushunmaydigan savollaringiz bo'lib qoladigan bo'lsa, mayli telefon raqamiga yoki elektron pochtaga murojaat qilsangizlar, laboratoriya ishini bajarish tartibi bo'yicha tushunchalar, yana qo'shimcha tushunchalar berishim mumkin bo'ladi. E'tiborlaringiz uchun rahmat, sog' bo'ling. Qurilmamizdagi demak ketma-ketlikda qanday boshlagan bo'lsak, xuddi shunday tartibda jarayonni tugatamiz. Albatta olgan natijalarimizni elektron tizimdan kopiya qilib Telegram kanalimizga qo'yamiz. Aziz ustozlar, e'tiborlaringiz uchun rahmat, sog' bo'ling.